Barcha kasan do'stlar, sizlar bilan men mana shu Skyblockda yashab qolishga harakat qilaman va mana bu yerga qor yog'ilib ketdi. Mana bu sandiq nima? Kitobda nima deb yozilgan? Hech nima yo'q. Xot. Bu yerdagi narsalar senga kerak bo'ladi. Tushunmadim, kim yozdi buni? Bu yerdagi narsalar menga kerak bo'ladi deyapti. Mana fakir va daraxt chopamiz. Ana. To'xtanglar. Buni qo'yib turib, biz birinchi navbatda tosh fermasi qurishimiz kerak. Mana bu yerga mana bu ana. Endi esa mana bu nimaga qazmayapti? Ikkita. Ana endi o'tga lava qo'yishim kerak shekilli. Yo-mayo. Endi biz daraxtcha fermani kattalashtirishni boshlaymiz. Ana, verstak yo'q-ku menda. Chihi qilib verstakka so'ramiz. Ana. Obutga verstakni qo'yamiz. Va yana bittani ko'lab olamiz. Mana bunaqa qilib ana unaqa qirovat ham yasab yuboraman. Spawn qo'yib qo'yamiz. Uni qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerga qo'yaman. Hozir buni olamiz. Va tayoqcha yasaymiz. Bitta yetmaydi. Bitta qayerga ketdi? Yo'q. Valla bu Minecraft juda ham qiziqarli ekan. Men ham shu Minecraftda video olaymi? Yo-mayo, kitob qo'yadigan narsalarga qarang. Yo-mayo, what the fuck? Men buni taxtaga aylantiraman va tayoqga va ana yerga yasab mana buni qaziymiz. Let's go. Muzlab qoldi ana u. Yok. Bola, kechirasizlar. Endi nima iloj? Bola, men kechirasizlar, o'zim bilmagan holda qildim. Yo-mayo, mana shu kirib olsam bo'lardi-ku. Yo'q. Vallahi kechirasizlar, o'zim bilmagan holda qildim. Yo'q, shunchalik mehnatim yo'q. Nima endi? Kreativdan lava olib va
obsidianni sindirib olamiz. Yo'q. Bu yerda qor nimaga yog'yapti-da? Savol. Mana kreativ etdik. Yo'q. Yo'q, ekranni nima qilib tashlayapti bu? Nima buncha sovuq? Hozir lavani tez olay. Bolalar kechirasizlar, lekin o'zim bilmagan holda olib qo'ydim. Endi potga suv olib beramiz. Bolalar, lekin menda emas ayb. Chiqaq. Yana o'chirib qolsam, mana shu yerdan olaman. Bolalar, meni kechirasizlar, o'zim bilmagan holda qilib qo'ydim. Bu chunki yangi Minecraft o'rganishim qiyin bo'lyapti. Bolalar, lekin qiziqarli Minecraft. Men ham shu Minecraft video olaymi? O'ylab ko'raman. Shu Minecraftda video olishim shart. Chunki bu juda ham qiziqarli tuyulyapti. Bu Skyblockning ikkinchi qismi chiqsinmi yoki chiqmaysinmi? Hozir. Bolalar, siz kanalga obuna like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men tezroq mingta bo'lishim kerak. Men shunchalik video chiqardim, lekin haligacha mingtaga yaqinlashganim yo'q. Yo'q. Nima bo'lib tashlabdi? Mana shu jonimga tegib ketdi. Qaranglar. Sizlarga like fact. Mana shuni tosh shirka. Mana shuni sindirib beraman. Qaranglar, obsidian. Sen ulug'. Sen o'zimning obsidianim. Sen. Juda ham qaysar obsidian ekan. Sen qachongacha sindiraman buni? Yo'q, video ham cho'zilib ketdi. Bola qolsin. Bol. Tez. Qachonga sanadi bu endi? Yo'q. Sizlarga life fact. Men obsidianni daraxtli kirkada sindiraman, qaranglar. Va o'zimning kirkamni kuchi. Va yo'q. Sal jichchaga qoldi. Yo'q, sindi. Yo'q, jichcha qoldi. Yo'q, mana ko'rdingizlarmi kuchini? Yo'q. What the fuck? Yo'q, kuchini ko'rdingizlarmi? Kuchi qancha kuchli mana. Yo'q, what the fuck? Butun lava olib boramiz. Lekin mana shu qor yog'ishi ham asabga tegib. To'tinglar, mana butlarni qordan tozalab chiqay.
Ne bu şamal ekran. Uy. Dede videonu alışım gerek. Yo. Valla bu videonun ikinci kısmı çıksın mı ya ki çıkmasın mı? Hazımene şamal uçurup gider. Spam muayet koyamam. Yo. Valla bu videonun ikinci kısmı çıksın mı ya ki çıkmasın mı? Hazımene şamal uçurup gider. Bu. Valla bana şu geçiş var. Valla bana şu videonun ikinci kısmı çıksın mı ya ki çıkmasın mı? Teyzesi kaldıramaz. Hazımene. Yo.